Salom bolajonlar. O'qishlar bilan charchamayapsizmi? Hoynahoy bizning quvnoq qahramonlarimizni sog'inib qolgan bo'lsangiz kerak. Qani ketdik, ularni tomosha qilamiz. Ajoyib! Bugun san'at muzeyiga ham pochta bor ekan. Unda pochtalarni yetkazishni muzeydan boshlaymiz. Qani ketdik. Salom bolalar. Qayoqqa ketyapsizlar? Salom, Mimo. Biz shunchaki aylanib yuribmiz. O'zing-chi, qayoqqa yo'l olding? Ha, men pochtani topshirish uchun san'at muzeyiga ketyapman. Vau, buncha yaxshi. Biz ham sen bilan borsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qani ketdik. Bugun men erta turib pochta tomon yo'l oldim. Pochta manzilini ko'rib birdan quvonchga to'ldim. Do'stlarim ham kelishdi, menga sherik bo'lishdi. San'at muzeyi tomon birga yo'lga tushishdi. Wow! Qoyil, muzeylar shunaqa chiroyli bo'lishini bilmagan ekanman. Devorlardagi suratlar esa ajoyib ekan. Salom, xayrli kun bolalar. Xush kelibsizlar. Xo'sh, sizlarga qanday yordam bera olaman? Salom amaki. Men muzey uchun pochta olib kelgan edim. Pochtani qabul qilib olasizmi? Ha, albatta. Qani, bera qol unda. Voy, o'g'ri. To'xta. Voy. 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 Rahmat sizga bolalar. Sizlar bo'lmaganingizda ajoyib san'at asarimizdan ayrilib qolgan bo'lardik ehtimol. Kuch birlikda deb shuni aytadilar-da. Ha, aytgancha, mana bu sizlarga. Bu nima amaki? Rahbariyatimiz sizlarga 1 yil muzeyga bepul kirish uchun kupon taqdim etdi. Buni tashakkur o'rnida qabul qilinglar. Yashasin! Qanday ajoyib! Rahmat sizga amaki. Endi biz bora qolaylik. Xayr bolalar, ko'rishguncha.